haqiqatdan ham suv shifobaxsh suv. Men suvni 3 marta olib ketdim. Mana shu oshqozonim og'rir, dori yeb yotardim har kuni. Mana shu suv ichgandan beri mana 2 oy bo'lyapti. Xudoga shukr, bitta ham dori yeganim yo'q. Mana tepamda Xudo turibdi, yolg'on gapirayotganim yo'q. Bu intervyu uchun emas, haqiqat uchun. Bu suvni mana sahr kasalligiga, buyrak kasalliklariga, oshqozon ichak me'da kasalliklariga ancha foydasi bor ekan. Davleniyasi borlar och qoringa ichsa ham bo'ladi. Agar davleniyasi pastlar to'q qoringa ichgan. Hazm qilish, oshqozonni hazm qilish juda ham zo'r. Men bu hozir o'rtag'im dori bilan yurardi oshqozonni aniqlab. Hozir umuman dori ichmayapman dedi. Shu suvni ichganlardan keyin dori ichmay qo'ydilar nima? Dori ichmay qo'ydi. O'zim ham o't tufagimda olib tashlagan, o't qopdi. Dori yerdim, OMS tabletka yerdim, hozir yemayapman tabletkani. Reklamni Instagramdan ko'rib keluvdik. Qrimdan bizlarga tashlab bergan. Mana shu yerda shunaqa suv bor ekan. Bir og'aynimiz bordi, shu yerdan ichib ko'ringlar deb. O'sha Qrimdan kelgandan keyin o'shalarning qistovi bilan kelganman bu yoqqa. Haqiqatdan ham suv shifobaxsh suv.